Ko'pchilik dietolog, nutritsiolog asosan ppchilar bir ovozdan saxir zamintil, bemalol yevring, 0 kaloriya sizga ziyon qilmaydi degan joyida men qaytanga shu saxir zamintilni sizga ziyon yetkazadigan tomonini ochib beraman. Shuning uchun ham o'zim tavsiya qilmayman. Qandli diabeti bor insonlardan mustasno. Sog'lom yoki insulin rezistentligi bor insonlarda esa ko'p miqdordagi saxir zamintil iste'moli qaytanga ziyoniga ishlashi mumkin. Nimaga? Chunki siz uni iste'mol qilganingizda tilingiz miyaga signal beradi. Bu hozir shirin narsa yeyapti deydi. Miya aytadi, "Davay, insulin ishlab chiqaril" deydi. Insulin chiqadi-da, qandni qidiradi. Siz esa qandni bermadingiz, siz uni aldadingiz. Lekin insulin xafa bo'lmaydi. Aytadi, "Qand yo'qmi, kerak emas. Men boshqa ishlarimni qilaman" deydi-da, yog' hosil bo'lishini ko'paytiradi, jigarga yog' bosadi. O'smalar bo'lsa, o'smalarni o'stiradi. Insulini baland insonlar nonlar, un mahsulotlari, shirinliklar yegisi keladi va albatta sizni shishiradi, atyoq chaqiradi. Agar siz saxir zamintil iste'mol qilmoqchi bo'lsangiz, yonida albatta shakarli narsa bo'lsin. Masalan, kofeni o'zini saxir zamintil bilan ichsangiz, bu ziyoniga ishlaydi. Kofeni o'zi pustishka. Agar siz buterbrod bilan yeyapsizmi, demak buterbrodda nonida qand bor, kofega saxir zamintil qo'shsangiz bo'ladi. Yoki masalan, mevali desert yeyapsiz. Meva hisobiga o'tda tabiiy shakar bor. Shuning uchun o'sha desertga saxir zamintil qo'shsangiz bo'ladi.